Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan son chanoq bo'g'imiga total endoprotezlash amaliyoti, ya'ni sun'iy bo'g'im qo'yish haqida to'liq suhbatlashamiz. Suhbatimiz jarayonida qaysi bemorga qanday endoprotez qo'yilgani ma'qulligi, amaliyotdan so'ng bemorga qanday reabilitatsiya amaliyotlari, jarrohlik amaliyotidan keyin shu jarohatni qanday toza saqlash, qachon jarohat choklarini olish haqida to'liq suhbatlashamiz. Xo'p, son chanoq bo'g'imiga total endoprotezlash amaliyoti ko'pincha bemorlarga son suyagi bo'yincha qismi singanda, yoshi katta bemorlarda, displastik koksartrozlarda, posttraumatik koksartrozlarda qo'yiladi. Hozirgi kunda endi aseptik nekroz ham qo'shildi. Endi aseptik nekroz albatta o'z navbatida undan keyin koksartroz keltirib chiqaradi. Shuni sababli endoprotez qo'yiladi. Xo'p, endoprotez, ya'nikim bu yig'ma shaklda ko'ringanda shu holatda bo'ladi. Sochma shaklda esa bir qancha qismlardan tashkil topgan. Bular o'z navbatida oyoqcha, ya'ni noshka, golovka, vkladish va chashka qismlaridan tashkil topgan bo'ladi. Endoprotezimiz noshkasi, ya'ni oyoqchasi turlariga nisbatan ikkiga bo'linadi. Mana qo'limda ushlab turganim bezsementniy noshka, ya'ni usti g'adir-budur ko'rib turganimizdek va kalsiy gidroksiapatit bilan qoplangan bo'ladi. Bu nimaga g'adir-budur va kalsiy gidroksiapatit? Bu suyakka, o'sha son suyagiga qoqqanimizda suyak bilan birlashib, o'sha poralari ichiga suyak to'qimasi o'sib kirib, yaxshi birlashishi uchun xizmat qiladi. Sementniy noshkamiz qanaqa bo'ladi? Xuddi shu shaklda, faqat usti mana bo'yincha qismi yaltirab turibdi, xuddi shunaqangi silliq bo'ladi. Buni silliqligini ahamiyati o'sha son suyagiga sement, ya'ni maxsus yopishqoq, o'sha tez qotuvchi modda bilan qoqilganda, o'sha qoqilib birlashgandan keyin sementimizni jarohatlamasligi uchun silliq polirovniy bo'ladi. Endi golovkamiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p savol-javoblar shu golovka nisbatidan bo'ladi. Ya'ni qaysi golovka eng yaxshi? Bemor uchun hamma golovka ham yaxshi, imенно o'ziga mosi. Ya'ni 75 yoshli onaxon, otaxon, ularga kobalt xromli golovka bemalol qo'yilaveradi. Ne обязательно прям keramический qo'yish. Yoki 45 yoshli baquvvat, nagruzkali ishda ishlaydigan, shu fizический nagruzkali ishda ishlaydigan odam, erkak kishi, unga ham kobalt xromli qo'yilaveradi. Lekin qaysiki 45 yoshli yoki o'sha 30 yoshli erkak kishi ofisda ishlaydigan, yengil ishda ishlaydigan, to'g'ri ishga borib keladigan odam, u odamga keramический golovka qo'ysa bo'laveradi ana. Xo'p, endi farqi nimada deydigan bo'lsangiz, kobalt xromli golovka nisbatan baquvvat, deformatsiyalarga, travmalarga chidamli bo'ladi. Keramический golovka o'z navbatida jicha xrupkiyroq bo'ladi, sindirib qo'yish hech gap emas. Hattoki o'shani operatsiyalarni qo'ya turganingiz o'zida ham jicha qo'polroq harakat qiladigan bo'lsa, o'shanda ham sindirib qo'yaverasiz. Yokida qo'yib bo'ldingiz, bemor qayerdadir qaltiroq balandlikdan sakradi yoki yiqilib tushdi, o'sha yerda ham sindirib qo'yish shansi bor albatta. Lekin xizmat muddatidan jicha keramический golovka uzoqroq xizmat qiladi, to'g'ri bu. U hamki juda ko'p emas, 2% ga farq qiladi. Endi vkladish masalasi. Hozirgi zamonaviy vkladishlar ham hammasi juda ham yuqori molekulyar polietilendan ishlab chiqariladi. Bu unga juda ham baquvvatlik imkonini beradi. Bundan tashqari yangicha zamonaviy vkladishlarda ularga vitamin E shimdirilgan bo'ladi. Vitamin E ning funksiyasi o'sha golovka bilan vkladish ishqalanganda ishlab chiqariladigan zaharli o'sha qoldiq moddalar bo'ladi, zararli organizm uchun nisbatan. O'sha moddalarni zararsizlantirish uchun yordam beradi vitamin E, ya'ni oksidlanish qaytarilish jarayonlarida erkin qatnashgani uchun o'sha zararli moddalarni yo'q qilib beradi. Endi hozirgi, конечно, bu zararli moddalar o'ta kam miqdorda chiqadi. Chunki zamonaviy o'sha sverprочный polietilenimiz o'zidan zararli moddalar juda ham kam miqdorda ishlab chiqariladi. Xo'p, endi vkladish masalasi. Vkladishimiz ham ikki turli: sementniy, bezsementniy. Hozir qo'limda ushlab turganim usti g'adir-buduri, bu bezsementniy vkladish hisoblanadi. Titandan tayyorlangan bo'ladi. Nimaga buni ustilari g'adir-budur? Bu suyakka o'sha chanoq suyagiga qoqilganda o'sha u bilan birlashib, suyak to'qimalari o'sib kirib, baquvvat fiksatsiya bo'lishi uchun. Endi sementniy vkladishimiz bo'lsa, xuddi shu buni sementniy chashkamiz xuddi vkladish material polietilendan tashkil topgan bo'ladi. Ustilarida bunday qovurg'achalari bo'ladi. Chekkasida bitta sim halqasi bo'ladi, xolos. U rentgenda orientir olishimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p, o'sha g'adir-budur qovurg'alariga o'sha kosniy sementni surkab turib, taqat yopishtirib qo'yilsa, mahkam ushlab qolaveradi. Xo'p, endi
Qachon bessementniy, qachon sementniy? Aytib o'tganimdek, suyak o'ta mo'rt, yupqa, kortikal. Misol uchun son suyagida ham kortikal zonalari o'ta yupqa, tos suyagida ham tublari juda ham mo'rt, poristый bo'ladigan bo'lsa, sementniy noshka, sementniy chashka qo'yilgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bemorimiz uchun protez ko'proq xizmat qilishiga erishgan bo'lamiz. Bu yomon noto'g'ri fikr hisoblanadi. Ya'niki bessementniy noshka yaxshi, sementniy noshka yomon. O'z o'rnida kerak paytida qo'yilgan noshka eng yaxshisi hisoblanadi. Suyakni kortikalniy zonalariga, umuman suyakni baquvvatligiga e'tibor bergan holatda tanlanadi implant. Golovkamiz ham xuddi shu aytib o'tganimizdek, keramika, kobalt xrom, bundan tashqari dunyoda yana aksinium, ya'ni sirkoniydan tayyorlangan golovkalar ham bor. Hali bizga kirib kelib ulgurgan yo'q ular. Ya'niki buni ko'ryapsizlar, yulduzlar, mashhurlar hammasi tishida viner qo'ydiryapti-yu, xuddi o'sha narsa sirkoniy deyiladi. O'shandan tayyorlangan qora rangdagi golovka ham chiqqan, sirkoniy. Bu ham tipi shu keramikaga o'xshaydi. Keramik golovka dunyo bo'yicha bitta zavoddan chiqadi. Keramtek degan zavod, Biolox Delta degan produkt o'sha bitta zavoddan chiqib, boshqa hamma protez chiqaradigan firmalarga ular tarqatib yetkazib beradi. Xo'p, chashkalarimiz o'sha aytib o'tganimizdek bessementniy, sementniy, bundan tashqari rekonstruktiv chashkalarimiz ham bor. Ya'niki o'ta kuchli displastik artroz bo'lsa yoki posttraumatik artroz, shuni hisobidan uni tos suyagimizda defektlar, ya'ni yetishmagan qismlar bo'ladigan bo'lsa, unda rekonstruktiv chashkalardan foydalanamiz. Ya'ni qo'shimcha ularda ilmoqlar, qo'shimcha bir chiqqan joylar, vint qotirish uchun yana qo'shimcha teshiklar bo'ladi. Ba'zida individual yasaladi. O'sha har bitta bemor uchun alohida maxsus titandan 3D printerda chiqarib beriladigan chashkalar ham mavjud bo'ladi. Xo'p, endi mana turlarini gaplashib oldik. Qachon kimga qo'yilishini haqida ham. Baquvvat, erkin, ko'p ish qiladigan odammi, bessementniy noshka, kobalt xromik golovka, standart sverxprочный polietilen, bessementniy noshka. Yosh va kam mehnatli, kam nagruzkali ishda ishlaydigan turgan odam. Bessementniy noshka, kobalt xromik golovka, vitamin Yeli vkladish, bessementniy chashka qo'yilishi maqsadga muvofiq. Xo'p, endi bemorlarimizda yana bitta fikr bor. Двойной mobilность, ya'ni dualis endoprotezlari haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni двойной mobilностьda golovka nimadan vkladishdan chiqib ketishi juda ham qiyin, to'g'ri. Ular bir jamuljam bo'lib yaxshi joylashadi. Endi yosh kattalarga, ya'ni kim yosh katta ham bo'lib hamki yiqilib tushish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarga, o'zini ya'ni eplolmaydigan, juda ham mustaqil eplolmaydigan, bundan tashqari hushi o'zida bo'lmaydigan, ya'ni kim qanday desa bo'lar, reabilitatsiyaga to'liq rioya qilishiga ko'zingiz yetmaydigan kasallarga двойной mobilность qo'yilgani ma'qul. Endi двойной mobilностьni hammaga paqillatib yosh kattalarga qo'yish kerak degan gap yo'q. Chunki buni первичный o'sha standart endoprotezda ham gradusini to'g'ri qo'yadigan bo'lsangiz, gradusini u chiqib ketmaydi osonlikcha. Endi ba'zi bir xirurglarimiz двойной mobilностьni juda ham yaxshi ko'rishadi. Nimaga? Uncha-muncha xatolarni kechirib beradi. Gradusini to'g'ri olishmaydi, noto'g'ri положение ham qo'yib qo'yishaveradi, lekin двойной mobilность uni kechiraveradi. Buni standart endoprotez to'g'risi u xatolarni kechirmaydi. Shuning uchun ham uncha-muncha odam standart endoprotezda qo'yib, to'g'ri gradusda joylashtirib berishga aqli yetmay ham qoladi ba'zida. Shuning uchun двойной mobilность ularda qutqaruvchisi. Har doim ham двойной mobilность qo'yaverish kerak degan gap yo'q. Двойной mobilность ham o'zini ko'rsatmasi bor. Yosh katta va o'sha reabilitatsiyaga rioya qilmaydigan bemorlarga qo'yiladi. Xo'p, endi aksinium hali kirib kelmagan. Xo'p, bessementniy chashkalar tushuntirdik. Juda ham osteoporoz kuchli bo'lsa qo'yiladi. Xo'p, xizmat muddati jihatidan kobalt xromik golovka keramik golovkadan 2% ga kam xizmat qiladi xolos, standart bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak. Xo'p, endi xizmat muddatini uzoq kamligi nimaga bog'liq bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bemorda hayot tarzi, ya'ni kim ish faoliyati, og'ir mehnat yoki yengil mehnat, tana vazni, aktivligi,
suyaklarini baquvvatligi, qo'shimcha kasalliklari bor yo'qligi shularga taalluqli bo'ladi. Bundan tashqari, конечно, Cobalt Chromic головка bilan keramический головкani vkladishga ishqalanish, ya'ni paratreniya deb gapiriladi. Bu ilmiy tilda shuni ishqalanishda farqi bo'ladi. Ya'ni kim Cobalt Chromic головка yiliga 0,2 millimetr qalinlikdagi polietilenni yemirsa, keramический головка 0,1 millimetrdagi polietilenni yemiradi. Xo'p, agar shuni deb hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha vkladishimizning qalinligi 8-9 millimetr qalinlikda bo'ladi. Cobalt Chromic головка 40-45 yil, keramический головка 80-90 yil xizmat qilishi kerak. Faktiski unaqa xizmat qilmaydi, to'g'risini aytaveramiz. Nimaga? Chunki buni ishqalanganda hosil bo'ladigan o'sha hali endi aytib o'tgan zararli moddalarimiz noshka va son suyagini buni arasiga sekin oqib kiradida, o'sha yerda раздражение, ya'ni o'sha qo'zg'alish hosil qiladi. O'sha qo'shimcha, xuddi misol teringizga yoqmaydigan narsa tegsa allergik reaksiya bo'lganda, o'shanda reaksiya chaqirib, aseptический нестабильность, aseptический расшатывание эндопротеза deb gapiriladi. Shu protez bilan suyda arasini bo'shatib tashlaydi. Shuni hisobidan, misol qanchadir muddatdan keyin 25 yil, 30 yil, balkim 15 yildan keyin shu endoprotezni almashtirishimizga to'g'ri kelib qoladi. Agar faktichki jihatdan hisoblaganimizda, o'zi asli shunaqa 80-90 xizmat qilish kerak edi, lekin mana bu zararli moddaning hisobiga bu kamroq xizmat qiladigan bo'lyapti. Hali vitamin E vkladish shu zararli moddani zararsizlantirgani hisobiga yana ham hozirgi kunda ko'proq xizmat qilishiga erishilinyapti. Xo'p, endi endoprotezni qo'yish jarayonidagi dostуп haqida gaplashadigan bo'lsak, eng yaxshi dostуп oldingi dostуп, bokovoy dostuplar yaxshi emas. Yo'q, bu gaplar noto'g'ri. Sizni operatsiya qilayotgan xirurg, travmatolog ortoped xirurg uchun eng qulay dostуп, ya'ni usul qaysi biri yaxshi bo'lsa, shu usul eng yaxshisidir. Ya'ni kim передний dostupda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari, kamchiliklari bor. Bokovoy dostupda ham o'ziga yarasha qiyinchilik, kamchiliklari bor. Передний dostupda kichkina tirqishdan juda to'liq reviziya qila olmaysiz, erkin ishla olmaysiz. Qon tomir po'choklariga juda ham yaqin holatda ishlaysiz, risk yuqori. Bokovoy dostupda gluteus maximus mediusda qirqib, uni yana joyiga qayta tikasiz, to'g'ri. Bu bilan qayta tikkaningizdan keyin uni sizga hech qanday asorat qolmaydi. Jarohatingiz bitadi, как обычно. Reabilitatsiya jarayonida ham shu paytgacha Xudoga shukr, qiyinchiliklarni ko'rmadim, asoratlarni ko'rmadim. Xullas, men misol uchun o'sha zadniy bokovoy dostуп Harding bo'yicha, o'sha yon tomonli dostуп bo'yicha ishlaydigan bo'lsam, menga shu usul qulay hisoblanadi. Hammani o'rgangan, o'zi qo'li kelishgan usuli, dostupi qulay hisoblanadi. Implantlarda ham misol uchun men o'zimning praktikamda son chanoqqa Meril kompaniyasinikini, tizzaga Max Freedom kompaniyasinikini ishlatadigan bo'lsam, shu kompaniyani shu implantni qo'yishga kerak bo'ladigan naborini yoddan bilaman. Hamma implantni qo'yish uchun muallaq, o'sha ma'lum bir endoprotezni qo'yish uchun har bitta firma o'ziga mos ravishda instrumentlar majmuasi, ya'ni nabor chiqargan. Har bitta kompaniyaniki ma'lum bir jihatlardan bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun endoprotezni qo'yish jarayonida dostupni va implantni tanlashni travmatolog ortopedga topshirganingiz ma'qulroq. Chunki o'zi uchun qulay bo'lgan, albatta siz uchun kerak bo'lgan, lekin o'zi uchun qulay bo'lgan implantni va usulni tanlagani maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xo'p, endi 2025-yil, mana hozir may oyi, shu holat bo'yicha narx-navolar haqida gaplashadigan bo'lsak, Meril kompaniyasini standart endoprotezi, ya'ni бесцементный ножка, Cobalt Chromic головка, standart vkladish, бесцементный chashka bo'ladigan protezi $2020 to'g'ri keladi. Xo'p, endi xuddi shu holatda бесцементный ножка, keramический головка, vitamin E vkladish, бесцементный chashka bu $2800 ga aylanadi. Endi xuddi shu holatda бесцементный ножка, Cobalt Chromic головка va vitamin E vkladish va бесцементный chashka qo'yadigan bo'lsak, $2200 ga aylanadi. Mana narx-navolar bo'yicha ham tanishib oldik. Endi operatsiyadan keyin reabilitatsiyani iloji boricha tezroq boshlash kerak hisoblanadi. Ya'ni kim, ayniqsa yosh kattalar, chunki bu endoprotez ko'pincha bilamiz 50 yoshdan kattalarda qo'yiladi ko'p hollarda.
Ularda organizmi 20-30 yoshli yigit-qiznikidek baquvvat emas, tez tiklanib ketishi qiyin. Shuning uchun tezroq iloji boricha ularni yotqizib qo'ymaslik kerak. Ertasi kuniyoq sirazi, misol men o'zim taktikamda ertasi kuniyoq sirazi yaradan drenajlar olib tashlab, o'sha yurg'izib, o'tirg'izib, harakatlarni, aktiv harakatlarni boshlataman. Yotib qolmaslik, o'tirib qolmaslikka harakat qilaman. Jarohatni asosiysi quruq saqlash kerak. Ya'niki mana klinikada bunga qattiq e'tibor beriladi. Tibbiyot xodimlari jihatdan. Uyda ham shu narsani qattiq rioya qilish kerak. Jarohat har doim quruq va toza holatda bo'lishi kerak. Обработкасы qiyin emas. Oddiy aptekadagi 70% tibbiyot spirti bilan обработка qilish kerak. Не обязательно прям bir betadin, tuda-suda. Ko'p bemorlarimiz uyga borib betadinni emas, yod bilan ham обработка qilgan kasallar, kuydirib kelgan kasallarimiz ham bo'lgan. Perix vodorod bilan qilib kelgan kasallarimiz bo'lgan. Yo'q, unaqa narsalar kerak emas. Просто oddiygina spirt bilan обработка qiling. Eng asosiysi perchatkada ishlang, siriniy perchatkada yarani quruq saqlang. Kunda bir mahal albatta bog'lamni almashtirib turing. O'rtacha jarrohlik amaliyotidan keyin 18-20 kunda choklar olinadi. Men o'zim praktikamda naylon iplari bilan tikaman. 2.0 naylon. Shu paytgacha Xudoga shukr hech qaysi bemorimizga allergik reaksiyalar bergani yo'q. Chunki ba'zi bir joylarda ko'rdim, vikril iplari bilan tikiladi. Men vikrilni Etikon degan firmanikini ishlataman ichki choklarda tikish uchun va u ichkarida qolib, o'zi so'rilib 90 kun davomida so'rilib yo'q bo'lib ketadi. Kojaga esa, o'sha teriga esa naylon 2.0 iplarni ishlataman. Xo'p, jarohatdan drenaj albatta qo'yaman va bir operatsiyadan keyin ertasi kuniyoq sirazi ertalabda u drenajni olib tashlayman. O'sha ichkaridagi qoladigan operatsiyadan keyin baribir yig'iladigan qonlar uncha-munchasi o'sha drenaj orqali bir kun davomida chiqib ketib turadi. Qolgan qutganlari to'g'risi hech qanday muammo keltirmaydi. Undan xavotir olmanglar. Drenaj 2-3 kunlab turishi shart emas. U jarrohlik o'sha teridan ichkariga infeksiya tushish uchun primoy yo'l hisoblanadi. Shuning uchun iloji boricha tezroq undan qutulgan yaxshi. Xo'p. Mana hamma savollaringga javob oldilaring degan umiddaman. Agar sizlarda shu kabi endoprotez bo'yicha yana savollar tug'iladigan bo'lsa yoki o'zlaringda yaqinlaringda endoprotez qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat kontaktlarimizni qoldiramiz. Bizga aloqaga chiqishingiz, maslahat olishingiz mumkin bo'ladi albatta.